Chala tug'ilgan bolalarning o'ziga xosligi. Chala tug'ilgan bolalar yetilib tug'ilgan bolalardan organizm tuzilishi jihatdan va parvarishi jihatdan demak ancha farq qiladi. Chala tug'ilgan bolalarda tashqi ko'rinishiga qarab demak bolacha tana massasi demak yetuk tug'ilgan bolalarga nisbatan ancha kam, boshi katta, liqildoqlari katta, bosh suyagi yumshoq, tirnoqlar chala tug'ilganlik davriga qarab kam rivojlangan yoki umuman rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Sochlari kam bo'ladi, sinuvchan bo'ladi va tez to'kilib ketadi. O'g'il bolachalarda mayaklar demak yorg'oqqa tushmagan, ya'ni yuqorida joylashib qolgan. Qizlarda esa klitorning gipertrofiyasi kuzatiladi. Bosh miya demak hamma qismlarga to'liq ajralgan bo'ladi. Nerv sistemasida nerv tomirlari miyelin qavat bilan demak qoplanishi kam bo'ladi. Bu esa nerv sistemasidagi impulslar o'tkazuvchanligini buzadi va chaqaloqda tartibsiz harakatlar keltirib chiqaradi. Ya'ni iyagi qaltiraydi, qo'l oyoqlarning titrashiga sabab bo'ladi. Gematoensefalitik baryer, ya'ni bosh miyada qon bilan o'sha miya to'qimasi o'rtasidagi to'siq, ya'ni baryer bor. Bu baryer demak chala tug'ilgan chaqaloqlarda yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Bu esa organizmdagi har qanday viruslarni yoki bo'lmasam toksinlarni demak bosh miyaga o'tishini oshirib beradi. Ya'ni himoya funksiyasi yo'q bosh miyada. Bilamizki, chala tug'ilgan chaqaloqlarda demak sariqlik, fiziologik sariqlik kuzatiladi. Ya'ni qonda bilirubin miqdori oshadi vaqtinchalik. Mana shu paytda ehtiyot bo'lish kerak. O'sha bilirubin demak gematoensefalitik baryerdan o'tib bosh miyani zararlab qo'yish ehtimoli chala tug'ilgan bolalarda demak xavfi yuqori bo'ladi. Demak chala tug'ilgan bolalarda termoregulyatsion markaz yaxshi rivojlanmagan, ya'ni tashqi muhit issiq bo'lsa demak chaqaloqning isib ketishi, sovuq bo'lsa esa tana haroratining sovishi kuzatiladi. Shuning uchun xona haroratini doimiy bir xil me'yorda saqlashimiz kerak. Agar demak chala tug'ilgan chaqaloq yotadigan xona bo'lsa, demak me'yorda bir xilda saqlashimiz kerak. Chala tug'ilgan bolachalarda hazm sistemasida o'ziga xos muammolar kuzatiladi. Demak tili katta bo'ladi birinchisi. Og'iz bo'shlig'ida lizotsimlar ishlab chiqarilishi kam. Demak so'lakdagi fermentlar ishlab chiqarilishi kam. Qizilo'ngachdagi demak fiziologik toraymalar hali rivojlanmagan bo'ladi. Oshqozondagi fermentlar aktivligi past, kislota aktivligi past bo'ladi. Ichaklar motorikasi, ya'ni ichaklarning harakatlanishi juda ham demak past bo'ladi. Shuning uchun demak bolachalarga, chala tug'ilgan bolalarga 2-3 oy davomida ferment preparatlarini berish, doimiy ovqatlantirilgandan keyin ichak motorikasini yaxshilash uchun soat strelkasi bo'ylab ichaklar harakatini nazorat qilib turish kerak. Demak chala tug'ilgan bolachalarda laktaza yetishmovchiligi bo'ladi. Shuning uchun demak chala tug'ilgan bolachalarga laktaza fermentini demak albatta ovqat mahsulotlari bilan birgalikda demak sut bilan yoki qo'shimcha demak smeslar iste'mol qiladigan bo'lsa, demak o'sha qo'shimcha ovqatlar bilan birgalikda laktaza fermentini berib turish tavsiya etiladi. Chala tug'ilgan bolachalarda immunodefitsit holat kuzatiladi, ya'ni immunitet juda ham past ishlaydi. Ya'ni neytrofillar soni kam bo'ladi chala tug'ilgan bolachalarda, fagositoz xususiyati demak kam bo'ladi, passiv bo'ladi va immunoglobulin A va M ishlab chiqarilishi deyarli yo'q. Interleykinlar sintezi past, interferon sintezi past bo'ladi. Shuning uchun chala tug'ilgan bolachalar agarda o'sha bironta virusli yoki bakterial kasalliklar bilan demak hali chaqaloqlik paytida kasallanadigan bo'lsa, demak juda ham demak bu xavfli hisoblanadi va tana haroratining ko'tarilishi deyarli o'sha vaqtda kuzatilmaydi. Biz bilamizki, demak virusli yoki bakterial kasalliklarni bolalarda birinchi simptomlar demak tana harorati ko'tarilishiga qarab bilib olamiz. Lekin chala tug'ilgan bolalarda tana haroratining ko'tarilishi kuzatilmaydi. Shuning uchun kasallikni og'ir holatga o'tkazib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun demak chala tug'ilgan bolalarni har doim demak bakterial va virusli kasalliklardan ehtiyot qilib turishimiz kerak.